ilmlarning lavzidan o'zgartirilgan narsalar. Bilginki nurg'un haq so'zlar ya o'zgartib etildi va ya burmib etildi. İlgiri o'tgan solihlar tushungan ma'nodan boshqa ma'niga o'tib ketdi. O'zgarib ketgan so'zlar birinchisi fiqh. Günümüzde bu ibara şıqçı məsələlər və onlarının səbəblərini bilishga xoslashib qoldi. Halbuki dastlabki davrlarda oxirat yo'lini bilish, nafs ofatlarining nozuk jihatlari va xolisona amallariga nuqson yetkazadigan sabablarni bilish, dunyoning arzimasligini obdan tunish, oxirat ne'matiga qattiq intilish va Alloh qo'rqinchining qalbga hukmron bo'lishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Hasan Basri Allah onunğa rahmat qilsin aytdir. Sheksizki faqih degan dunyoga qiziqmay oxiratga qiziqadigan, dindan xabardor Parvardigorga davomliq ibodat qiladigan, musulmonlarning yuz obro'yini to'kishdan o'zini tizginlaydigan parhezkor, musulmonlarning mollariga chiqilmaydigan va musulmonlarga nasihat qiladigan kishidir. Shunga ilgirkilar fiqih atalg'usini ko'proq oxirat ilmiga ishlatadi. Herkes nuqul fatva berishdan iborat emas, balki umumiylik va mazmun doirasining kengriligi bilan fatva ilmini o'z ichiga oladi. Keyingilarning bu iborani faqatla shaxsiy masalalar va ularning sabablarini bilishga xoslashtirib olishi natijasida kishilar ochiqcha fatva ilmi bilan kifoyalanib, oxirat ilmiga qiziqmaydigan ahvol kelib chiqdi. Ikkinchisi ilm. Bu ibora Alloh taoloni va u zotning qudrat alomatlarini, ya'ni Allah Taala'nın ne'matlarini va bandalariga qarata rahmatlarini bilishga qo'llanadi. Keyinchi bu iboraning bu mazmuni tariyib ketdi. Hatto ko'pincha fiqhiy masalalarda munozir qiluvchi, garchi u tafsir va hadislarni bilmasmi, ilm egisi deb ataldi. Uchinchisi tavhid. Bu ibora barliq sabab va vositalarni nazardan saqit qilgan darajada hamma ishlarning Alloh taolo tarafidan bo'lganligini tunishni ko'rsatdi. Bu darajadagi tunishning mevasi Alloh taologa tavakkul qilish va Alloh taolodan rozi bo'lishdir. Halbuki hozir aqida va usulul fiqh haqida gap yo'rg'iltish san'ati tavhid bo'lib qoldi. Bu salaf solihlarning nazarida munkar ishlar qatoridan edi. Dördüncüsü əsletiş və əsləş. Allah eytidu. Əsletkin. Çünkü əsletiş müminlərə payda verirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cennet baxçılarından ötsənlər, xalığanca yap içənlər, şunda sahabilə, cennet baxçıları nemidir ey Rasulullah degan idi. Allah'ın elçisi. Zikr sorunları dedi. Halbuki günümüzde zikr sorunları məddahlar, qıssaxanlıq qıldıgan, şəriətə müxalif sözlər və başqa afətlər yamırğan sorunlarga ayrılıb qaldı. Avvalqılarning qıssalarını tilg'ilib turib, fəz-nəsiyyət qılğucular bilsin ki, o hikoyat və qıssalarning köpüncüsü to'qilmudir. Məsələn, Yusuf alayhissalomning ishdan beg'ini yashganligi, Yusuf alayhissalomning Yaqub alayhissalomni qo'lini tishlagan holati ko'rganligi, Davud alayhissalomning O'riyani jihadga chiqishga buyurib, O'riyaning jihadda o'ldirilganligi va buningga o'xshash qissalarni anglash ziyonliqdir. Mutasavviflarning o'z ko'ngillaridagi ilohiy sevgi sirlarini so'zlab yurishidek boshqalar tushunmaydigan gap so'zlar bilan shariat ko'rsatmalarini to'lg'ab izohlashga kelsak, bu avam xalqqa qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki u so'zlar sevgi muhabbat dostoni, visol sharbati va firoq alamlarini o'z ichiga oladi. Undaq so'rindikilarning ko'pinchisi to'mpay, ichi yerisga to'lgan shaklvoz kishilardir. Şuna o sözler ularının dillerideki yuşurun heris şehvetini qo'zg'atadi da nefsi o't ilib qattiq cho'qan saladi. Bularning hammasi fasodchilik xolos. Ba'zida mutasavviflarning bunday ajoyib, g'aroyib so'zlari Alloh taoloni qattiq yaxshi ko'rish da'vosi bilan bezalgan bo'ladi. Buningdan kelib chiqadigan ziyonmi basi cho'ndir. Xeyli ko'p dehqon kishilar mushu turli da'volar bilan dehqonchiliklarini tashlab qalandar bo'lib ketdi. Beşincisi hikmet. Yani ilim ve onunla amel qilish. İbn Qutayba Allah onunla rahmet qilsin aytır. Bir adamda ilim bilen hikmet tang tepilmog'ucha hakim hisoblanmaydi.
Halbuki hakim kelimesi zamanımızda tevib ve munecimlerge xas isim bulup kaldı. Muhtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Layihalaguchi A. Aqhun 2024 yılı 1. Nashr 1. qatim basilishi İstanbul Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.